Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan uyimiz Chakkaparnikda bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek, ko'chalarimiz asfalt bo'lgan. Yana chiqsangiz to'g'ri 60 ga chiqasizlar. 175 kvadratdan 2 dona joy chiqdi. Birisi remont bo'lgan, birisi korobka holatda. Ko'rib turganlaringizdek, oldi qismi burchatkalar urilgan. Fon fasadlari bitgan, tayyor holatda, pod ключ 2 qavatlı joy chiqdi. Hozir sizlarga shuni bir yandan ko'rsatib beramiz. Bedayna mashina qo'yish uchun joy bor. Yanda barbekü zonalar ham bor ekan. Shashlik pishirib lezzatli o'tirsa bo'ladi. Qozon, o'choq hammaga bor, moykalardan bor. Kelishdan chiroylatib, zakonlatib terib qo'yibdilar. Hammaga tayyor. Ko'rib turganlaringizdek, fon fasadlari bitgan. Akkuratniy 2 qavatli remonti bilan, xudo xolasa. Endi bir yandan ko'rsatib boraveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Girish eshigimiz demir eshikdan. Kirganning bu yerda prixojiy zonasi, qo'yish uchun rakvinalar qo'yilgan. Orqasına kafeller terilgan. Hozirgi toza remontda Atacento'dan chiqib turibdi. Yurtdoshlar bir dalan qismi, dalanni ko'rib turibsizlar, keng mo'l tushgan. Dim bir ajoyib lyustralar qo'yilgan. Oyoq telarimiz teplый pol. Zinalarimiz quyma betondan. Yurtdoshlarning g'alalar döşelib, tayyor holatda bir. Bir de sanuzel bo'ladi. Ariston qo'yilgan, unitazi bor, vannasi bor. Patologdan kafeldan chiqib turibdi tayyor holatda. Bir de oshxonasi. Oshxonasini mebel qo'yib beramiz deb turibdilar. Gaz girgan, duh konturni otaplarimiz bor. Stabilizator, filtr, reduktor hammaga qo'yilgan. Bedayna bir kichkinagina bog'i desak ham bo'ladi. Tak, birinde zal joyi, eshiklar ham sifatli og'ir eshiklardan qo'yilgan. Zalimiz ham keng mo'l tushgan, TV zonalar qo'yilgan. Atacento remontimiz. Bu zalni görünüş. Ayna ham qo'yilgan, yorug'lik tushishi uchun. Hem havo yaxshi aylanadi. Bu birinchi qavatimizning görünüşü. Bu yerda televizor qo'yib, yana bir divan kreslo qo'ysanizlar. Zinamiz quyma betondan, üstü kaplangan. Appabak kraskadan chiqib turibdi. Bu ikkinchi qavata chiqadigan zinamiz. Tak, bu yerda bir zali bo'ladi, hurmatli obunachilar. Zal ham keng mo'l tushgan, bu yerda oboy yo'q, bo'yoqdan chiqib turibdi. Bu yerda kichkina balkonchasi bor. Tunika bond qilingan. Bu zal joyimiz. Bu yerda spalnasi bo'ladi. Kattalar uchun spalni qilsa ham bo'ladi. Mana balkon. Remonti zo'r. Remontdan chiqib tayyor bo'lib turibdi. İkinci etajda sanuzelimiz bor. Sanuzel. Ayak telerimiz çok bol, kızıp turibdi issiqqina. Bir yerinde yana bir katta spalni tushgan. İkinci qavatda.
aynalar tushgan ekan. Joyga gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachilar, bu uyni gördingizlar, danışlarınızı tarqatib qo'yasizlar degan umiddaman. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Uy kimga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, pastda telefon nomeri qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon urib, kelib savdosini qilib olaverasizlar, xudo xolasa. Shuningdek xizmatlarimiz kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat etavringlar. Uy olishda, sotishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. So'nggi roliklarda görüşguncha sog' omon bo'ling.